Assalomu alaykum, hurmatli saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Hozir biz arab tili tarjima darsimizning 18-darsini o'qiymiz. Endi biz bugundan boshlab kitobimizning 3-bobini o'qiymiz. Kitobimizning 3-bobida bugundigan mazmun tinish belgilarini qo'llanish qoidalari. Chunki biz bu tarjima darsligimiz arab tilini Uyg'ur tiliga tarjima qilish darsligi bo'lg'achqa, cho'qim Uyg'ur tilida qo'llanadigan tinish belgilerini bilishimiz kerak. Endi biz bu tinish belgilerini torlarda taqalgan yazg'uvchilar munbiri deb manba berilgan tinish belgilerini qo'llanish qoidalari degan kitobni asos qilib retlab chiqdik. Şu kitapta bayan qilinishicha, hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilida qo'llanayotgan tinish belgileri jami 12. Asosli ko'p ishlatilayotgani 12. Birincisi chikit, ikkinchisi sual belgisi, üçüncüsü ündeş belgisi, dördüncüsü peş, beşincisi çikitlik peş, altıncısı koş çikit, yedincisi koş tırnak, sekizincisi yalan tırnak, dokuzuncusu tırnak, onuncusu sızıkça, 11'incisi sızık, 12'incisi köp çikit. Mana bular köp qo'llanadiganlari. Ondan başqa çoğ tırnak var. Ondan başqa tinish belgileri var. Ama biz bu babda asaslı köp qo'llanadigan bir qadar umumlashgan tinish belgilerininki ishlatilish qoidasi haqida to'xtalamiz, ya'ni qanday o'rinlarda ishlatiladi bu haqida to'xtalamiz. Unda olsa biz darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oldi bilan biz 3-bobning 1-darsida chikitninki qanday o'rinlarda ishlatilganligi haqida to'xtalamiz. Chikit tuvandagi 6 xil o'rinda ishlatiladi. Chikit Uyg'ur tilimizda tuvandagi 6 xil o'rinda ishlatiladi. Birincisi qaysi xil o'rin deganda, birincisi oyoqlashgan ma'lum bir o'y fikrini bildiradigan bayon jumlalar, oddiy va qo'shmoq jumlalarning oxiriga chikit qo'yiladi. Masalan, bu kitobni Abdurrahimdan oriyat oldim. Bu ma'lum bir o'y fikrini oyoqlashtirgan bir oddiy jumla bo'ldi. Bu kitobni Abdurrahimdan qanday qildim? Oriyat oldim. Bu yerda o'y fikr tugidi. Buni oxir qanday qilamiz? Chikit qo'yamiz. Ondan başqa oddiy qo'shma jumlalar bo'lib qolsa-mu, buning eng oxiriga o'y fikr oyoqlashgandan keyin chikit qo'yiladi. Masalan, saboqdoshlar, bugun kechda hammamiz cho'ng zalga yig'inga bor ekanmiz. Demak, bu bir o'y fikrni qanday qildi ifodalab berdi. Buning oxiriga chikit qo'yamiz. Ikkinchisi siliq, tuvan ohang bilan aytilgan undash va buyruq jumlalardan keyin chikit qo'yildi. Çoxum qanday qilgan tuvan ohangda aytilgan. Masalan, barliq aql farosatimizni o'rganishga qartayli. Bu undash jumla. Undash jumla. Bu siliq ohang bilan aytilgan vaqtda buni oxiridan o'qiymiz, chikit qo'yamiz. Undan keyin buyruq jumladan keyin qanday qilamiz? Chikit qo'yamiz. Darhol buyruq ijro qilinsin deganga o'xshash. Endi 3-cü xil o'rni rad tartibini bildiradigan qator sonlardan keyin chikit qo'yiladi. Rad tartibini bildiradigan qator sonlardan keyin chikit qo'yiladi. Masalan, obrazning turini biz bayon qilmoqchi vaqtimizda obraz tuvandikcha. Birinchi tipik obraz, ikkinchi simvolliq obrazdagi birinchi, ikkinchi vaqo. Bundan boshqa masalan nurg'un misollar bor bunda. Islom manshturlik bo'ldi yoki musulmon manshturlik bo'ladi degandan keyin fasiq musulmon, mu'min musulmon, solih musulmon deganga o'xshagan bir narsani qanday qilgan vaqtda turni bayon qilgan vaqtdagi rad tartibini bildiradigan qator sonlardan keyin chikit qo'yiladi. Ya'ni birinchi, ikkinchi degandan keyin. Biz ko'p hollarda buni siziq ishlatamiz. Amaliyotda Uyg'ur tilimizda asos qilingan o'lchamdagi chikit qo'yish ekan. To'rtinchisi qisqartirilib yozilgan ism familining arasıga chikit qo'yildi. Masalan, A o'tkir, Litfullah Mutallib deganga o'xshagan. Beshinchisi yil, oy va kun raqam bilan ifodalanganda, masalan 2018-yili 10-oyning 10-kuni deganga o'xshagandaki, mana shu yil, oy, kunninki o'ttirisqimi qanday qilamiz? Chikit qo'yamiz. Undan keyin o'nliq kasrdagi butun son bilan kasr sonning orasiga soat bilan minut teng ko'rsatilganda soat bilan minutning orasiga chikit qo'yiladi. Masalan, 1.5, 2
2,18 deganga o'xshagan shu ulug' kasrdagi butun son bilan kasr son orasiga qanday qilamiz chikitib qo'yamiz. Undan boshqa soat o'tirishgacha chikitib qo'yamiz. Ammo bizning hozirgi telefonlarimiz, uskunalarimizning hammasi avtomatik qo'sh chikitib qo'ysak, shuningki soati buningki muhim ishlar qatoriga tiziladigan bir iqtidor bo'lg'achqa qo'sh chikitib qo'yiladi. Ammo Uyg'ur tilimizda o'lchamdagi qanday chikitib qo'ydi ekanmiz? Yolg'iz taq chikitib qo'ydi ekanmiz. Mana bu chikitning 6 xil ishlatilish shakli. Undan keyin biz savol belgisini nerede ishlatamiz? Bu haqda so'zlaymiz. Savol belgisi 3 xil o'rinda ishlatiladi. Birinchisi bir o'y fikrini bildiradigan har xil savol jumlalardan keyin savol belgisi qo'yiladi. Masalan, qachon keldingiz deganga o'xshagan. Hani bir xil o'y fikrini deganning misoli, masalan, agar qo'shmoq shaklidagi savol olib qolsa, buning eng oxiri qo'yiladi, bu tunda so'zlanadi. Arqadan o'nilib kelgan savollarning eng oxirisiga savol belgisi qo'yiladi. Ya'ni arqadan o'nilib kelgan savollarning eng orqasidan keyin savol belgisi qo'yiladi. Oldin qisqacha pesh qo'yiladi. Biz uni peshning babida so'zlaymiz. Masalan, bu ishni o'qamsan, o'qimamsan. Tamoq yemsan, yemamsan. Bozorga boramsan, bormamsan. Asli boramsan, bormamsan. Ikkala savol shundami? Bunda arqa kelgan savollarning eng oxir qanday qilamiz? Savol belgisi qo'yamiz. Siz bu jamiyatning a'zosimi, emasmi? Deyadimi? Eng oxir qanday qilamiz? Savol belgisi qo'yamiz. Üçüncü xil o'rni jumlada abturg'u noma'lum bo'lgan o'rinlarga, ya'ni gumon bilan qaralgan o'rinlarga yoki qanday qilamiz? Savol belgisi qo'yamiz. Masalan, yil, oy, kun sonini yilni bilamiz, oyni bilmaymiz, kunni bilmaymiz. Bunda vaqt qanday qilamiz? Savol bilan ifodalaymiz. Shu noma'lum yoki gumon bo'lgan o'rinlarni. Masalan, Salay chaqqan 1905-yili qanday qilgan tug'ilgan, ammo uning yil, oy, kunini qanday qilmaymiz? O'qimaymiz. Shunga berib savol belgisi qo'yamiz. Endi pesh belgisi. Bu nihoyatda muhim. Eng ko'p qo'llanilgan tinish belgilarining birisi. Peshni qancha xil o'rinda ishlatamiz deganda, buni 10 xil o'rinda ishlatamiz. Peshni 10 xil o'rinda ishlatamiz. Masalan, birinchisi murakkab jumla tarkibidagi oddiy jumlani bir-biriga ayirib ko'rsatish uchun qanday qilinadi? Pesh qo'yildi. Masalan, Salih emgakjon, oq ko'ngil dehqon bo'lg'achqa, jami qanchalik yuzsizlik qilsa-mo, shirib bir narsa demedi. Bu cümle qaraydigan bo'lsak, bu bir murakkab jumla. Ammo shu murakkab jumlaning tarkibidagi oddiy jumla masalan, Salih emgakjon, oq ko'ngil dehqon bo'lg'achqa degan, shu murakkab jumlaning ichidagi oddiy jumlalarni bir-biridan qanday qilish uchun, ayirish uchun buni o'tirib qanday qilinadi? Pesh qo'yiladi. Ammo o'y fikr butunlay ifodalanib bo'lgandan keyin eng oxirida nima qo'yamiz? Chikit qo'yamiz. Ikkinchi xil ishlatilish o'rni jumladagi tangdosh bilaklarning orasiga pesh qo'yildi. Tangdosh bilaklarning. Tangdosh bilaklar degan qanday deganda, masalan, Abdullah Sulaymon ham shoir, ham o'qituvchi. Asli ikkisi tangdosh jumla bu. Masalan, Abdullah Sulaymon shoir desak, ayrı mustaqil jumla bo'lalaydi. Tadqiqotchi desak-chi, mustaqil jumla bo'lalaydi. Ikkisi tangdosh jumla. Shunga o'xshagan. Uchinchisi, bir xil bilaklarning oldida kelgan bog'lovchilar takrorlansa. Masalan, bog'lovchilarni ham shunday-ku, Abdullah ham shoir, nima ham tadqiqotchi deganga o'xshagan, ham deganga o'xshagan bir bog'lovchilar bor. Shu bog'lovchi takrorlansa, takrorlanuvchining oldidan qanday qilinadi? Pesh qo'yildi. Masalan, men bu yil ham she'r yozishda, ham tadqiqot temamni tamomlashda, ham boshqa ishlarimni mo'l natijalarga qanday qildim? Erishdim. Bu yerda ham degan bu bilaklarni bog'lovchininki oldida, hamning oldida qanday qilindi? Pesh qo'yildi. Ikkili hamning oldida qanday qilindi? Pesh qo'yildi. Demak, bir xil bilaklarning oldida kelgan bog'lovchilar, qaysi bog'lovchilar? Ham. Mo'sha takrorlanib kelsa, 3 yil keldi shunday-ku, buni beshi qanday qilindi? Pesh qo'yildi. To'rtinchisi, mu ulanmasi qanday qilinib kelsa, takrorlanib kelsa, bir xil bilaklarning keyin qanday qilinadi? Pesh qo'yildi. Ya'ni mu ulanmasi bilan takrorlanib kelgan bir xil bilaklardan keyin. Masalan, qanday deganda, masalan, ona tildanmi, adabiyotdanmi, siyosatdanmi yuqori numar oldi. Demak, bu adil tildanmi, adabiyotdanmi, tarixdanmi har bir bilak nima bilan ayaqlashgan? Mu bilan ayaqlashgan. Shunga o'xshash mu ulanmasi bilan takrorlanib kelgan bir xil bilaklardan keyin pesh qo'yildi. Undan keyin bog'lovchilar bog'lovchisiz bog'lanib kelgan oddiy jumlalar orasiga. Masalan, murakkab jumlaning ichidagi oddiy jumla ba'zi vaqtda hech qanday bog'lovchisiz holatda bog'lanib keladi. Masalan,
O'qituvchimiz so'zladi. Biz xotirladik. Mana bu ikkisi bir murakkab jumla, qo'shmoq jumla desak, qo'shmoq jumlaning o'rtasida bog'lovchi yo'q. Shundaqmi? Bog'lovchisi bog'lanib kelgan bo'lsa, buni oddiy jumlaning orasiga nima qo'yiladi? Pash qo'yiladi. O'qituvchimiz so'zladi, biz xotirladik. Havo tutildi, yomg'ir yog'madi. Bular oddiy jumla, oddiy jumla. Endi lekin, ammo, biroq deganga o'xshagan qarama-qarshi bog'lovchilar. Endi bu lekin biroq amma degan qarama-qarshi bog'lovchi. Ya'ni o yaxshi bala, lekin desak, lekindan keyingi gap cho'qim ilgirkisining qarama-qarshisi. Ya'ni bu jumla qarama-qarshi holat qanday qilib bog'laydi. Lekin ammo biroq qatorliq qarama-qarshi bog'lovchilar orqali bog'langan qo'shma jumlalardagi oddiy jumlalarni ajratish uchun yuqorqi bog'lovchilardan burun pash qo'yildi. Lekindan burun, ammodan burun. Masalan, buning misolini oddiy havo tutildi, chaqmoq chaqdi. Mashqisini o'tirishqa pash qo'yishning sababini biz bayda so'zildik. Bog'lovchisiz kelgan nima bu? Bilaklar. Bog'lovchisiz kelgan jumla. Endi ammo desak, bu qarama-qarshi bog'lovchidan ilgari nima qo'yildi? Pash qo'yildi. Bahor keldi, lekin havo isimidi. Lekin bog'lovchining qarama-qarshi bog'lovchi. Bundan ilgari qanday qildi? Pash keldi. Endi da ulanmasi bilan bog'langan jumlalarda shu ulanmadan keyin pash qo'yiladi. Masalan, bu misoli havo ushtum tutildi da yomg'ir quyatdi. O'qituvchi sinfga kirdi da ochiqlab ketdi. U meni ko'rdi da o'zini tutolmay qoldi deganga o'xshaydi. Undan keyin jumla bilan grammatikalik bog'lanishi bo'lmagan ba'zi so'zlar bor. Jumla bilan grammatikalik jihatda bog'lanishi yo'q, ammo ba'zi jumlaning beshiga, ba'zi jumlaning oxiriga, ba'zi jumlaning o'tirig'iga keladigan. Shu tarkib yoki qaratma so'z yoki qistirma so'z jumlaning beshida kelsa, keyinidan o'tirisida kelsa yoki ikki tarafidan kelsa yoki oxirida kelsa, shuning oldiga qanday qildi? Pash qildi. Masalan, yaxshi o'rganinglar balalar. Endi bu balalar degan so'z yaxshi o'rganinglar degan bu jumlaga nisbatan grammatik jihatda bog'lanishi yo'q. O'tirdi kelgan misoli masalan, Muhammad shubhisiz tirishyapti. Masalan, bu yerdagi jumladagi shubhisizni elvatsam jumla hech qanday ta'sirga uchramaydi. Demak, bu grammatikalik jihatdan qavaqda buning bog'lanishchanligi yo'q. Bu o'tirdi kelgan masalan, beshida kelgan misoli, albatta biz ijtihod bilan o'qiyapmiz. Demak, bu albatta deganmi? Biz ijtihod bilan o'qiyapmiz degan bu jumla bilan grammatikalik jihatdan qanday bog'lanishchanligi yo'q. Bu beshida kelgan misoli. Undan keyin jumla tarkibidagi imliq, undash so'zlar pash orqali ayirib yozildi deydi. Imliq degan qanday? Masalan, pa, voyjon, apla deganga o'xshash mush so'zlardan keyin gap boshlamoqchi bo'lsak, shu jumladan ilgari qanday qilinadi? Pash qo'yiladi. Masalan, pa nima degan chayliq qizlar bu? Voyjon, pash, beshim og'rib ketdi. Apla bu yilda bo'lmasam bo'lgan ekan deganga o'xshagan. Bu imliq undash so'zlar. Ko'p xonliq sanaq sonini xonlarga ayirganda har bir guruhga xonlarning orasiga 10 pash qo'yildi. Hozirqina hammasi nima? Ta'tir pash. Masalan, 332.833. Buningda 332.000 dan keyin qanday qildi? Buni ayirgan vaqtda buningga 10 pash qo'yamiz. Demak, bu pashningki ishlatilish o'rinlari. Unda bu savoqlashlar bugungi darsimiz musha daxilashdi. Kelarki saatlik dersimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت